Bunda ham odamni o'zini. Xullas, mana shu Damas mana bitdi. Orqa buferlari bilan tonirovkalar, qora palasaga elegan diskalar, tag ablisovkasiga ham bitta baho berib qo'yasizlar. Bu tagidagi cherry fasoni bilan. Bu yog'i esa RS. Xo'p, xullas bu Damasni mana shu holatida yili nechi deb o'ylaysizlar? Mayli sizlarni qiynamay aytib qo'yaman. Yili 2009. Endi mana shu holatdagi nechini berib turishiga o'zingizlar bitta baho berib qo'ysizlar.